Hammaga assalomu alaykum. Mana karate mashqlarini 3-darsligi shug'ullanishni boshlaymiz. Birinchi sukunatni eshitamiz. Sukunatni eshitib bo'lgandan keyin tanamizni qizdirishga harakat qilamiz. Xoh sakrab, mana shunday, xoh yugurgan holda, shundan keyin nafas rostlanish uchun ham dihaniya ochilish uchun nafas olib chiqarish mashqlaridan foydalanamiz. Ko'rib turganingizdek. Keyin tana qismini tana a'zolarini barchasini qizdirish uchun mana shunday mashqlarni qilamiz. Har mashqlar 20 tadan to 30 tagacha qilsa bo'ladi. Birinchi qo'llarni, barmoqlarni, oyoqlarni, bel, bosh qismini, barcha yerini qizdirish uchun kerakli bo'lgan mashqlardan foydalanamiz. Ko'rib turgan mashqlaringiz hozir ozgina tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin videoni qisqa Instagramga joylash uchun ozgina tezlashtirildi. Ko'rib turgan barcha mashqlaringiz tanani ham qizdiradi, ham gimnastika taraflama 100% yordam beradi. Chunki karate o'z ichiga gimnastika mashqlarini, silovoy mashqlarini, nafas olib chiqarish mashqlarini, barcha insonga foydali, kerakli bo'lgan, insonni chiniqtiradigan, immunitetini ko'taradigan, sog'ligiga 100% yordam beradigan barcha stretch bo'ladimi, yoga sistema mashqlari bo'ladimi, barchasini o'z ichiga oladi. Bu mashqlarni erinmasdan qilish kerak. Bardavom qilingan mashq hamisha foydali bo'ladi. Bu ko'rib turgan mashqingiz ham belga, ham oyoqqa, gimnastika taraflama, ham yoga, stretch taraflama juda foydali. Bu mashqlarni 30 tadan 40 tagacha takrorlash yoki shu holatda turgan holat mashqlari bo'lsa, turish holati mashqlari bo'lsa, sanagan holda 40 tadan 30 taga. Endi oyoqni ko'tarish mashqi, bu hech qanday zarba emas. Bu shpagatning ochilishiga, yuqoriga zarba berganda oyoqni ko'tarilishiga va oyoqning kuchli bo'lishiga yordam beradi. O'ng tarafga, chap tarafga, oldinga, orqaga 10 tadan 15 tagacha ko'tariladi. Aylanasiga, o'ngga, chapga. Og'ir mashqlardan albatta nafas olib chiqarishni esdan chiqarmang. 1,5-2 daqiqagacha mana shunday turish holatini ham bajarish kerak. Oyoqni juda kuchli qiladi. Mana ko'rib turgan mashq ham zarba mashqiga ham kiradi. Ham oyoqning kuchli bo'lishiga, zarbalarni kuchli chiqarib berishga yordam beradi. Silovoy mashqlarni ham qilamiz. Silovoy mashqlar barcha sport turlarida juda kerakli. Tana chiniqadi, chaqqon bo'ladi. Nafas ochilish, ya'ni dihaniyaning ochilishiga ham yordam beradi. Silovoy mashqlar, ya'ni отжимание o'tirib turish press 20 tadan, agar avvaldan shug'ullanadigan bo'lsangiz 30 ta 40 tadan qilsangiz bo'ladi. Har texnikalardan keyin mashqlar davomida, mashg'ulot davomida 2 podxoddan 3 podxodgacha qilsangiz bo'ladi. Lekin yangi boshlagan bo'lsangiz boshlanishiga 2 podxod bo'ladi. Ya'ni mashqlar davomida oralikda отжимание o'tirib turish press, отжимание o'tirib turish press. Bitta podxodga 20 tadan 30 tagacha qilish maqsadga muvofiq va juda foydali. Karateda bu asosiy zarba hamma mashg'ulotlarda bajarilishi shart, chunki buni foydasi juda ham foydali. Qo'lni juda ham kuchli va chaqqon qiladi. Zarbalar tiniq chiqishiga yordam beradi. Agar bu zarba haqiqiy maromiga yetilib, bitta zarba berilsa, insonni falaj holatiga yoki undan yomon ahvolga solib qo'yadi. Bir texnikani, bir zarbani, bir stoykani o'rganmaguncha boshqa yangi texnikaga o'tilishi kerak emas. O'tgan darsda, o'tgan mashg'ulotda o'rganganimizdek, bunda ham qisqa ko'rsatib o'tiladi. AX stoykasi. Bu stoyka barcha sport, jang san'atlarida, hatto boksda ham ommabop stoyka. Faqat shundan shug'ullanadi. Juda foydali stoyka. Mana shu asnoda qo'l zarbasi, oyoq bilan zarba kamida 25 marta bajariladi. Chap oyoq uchun, o'ng oyoq uchun, har bitta qo'l uchun 25 tadan sanab qilinadi.
Oyoq bilan qovurg'a qismiga zarba. Bu zarbani maromiga yetgandan keyin bundan foydalanish, ya'ni bor kuch bilan foydalanish taqiqlanadi, chunki insonni qovurg'asini sindirish hech gap emas bu zarba bilan. Bu zarba bilan oyoqqa yoki insonni bosh qismi, bo'yin qismiga zarba berish juda ham xavfli. Tinimsiz takrorlash orqali qilingan mashqlar ko'nikish hosil qiladi tanada va juda ham chaqqon, juda ham kuchli formaga kiradi. Bu videolarning ko'p qismi montaj orqali tezlashtirildi, sababi Instagramga yarim soat, 40 yo 1 soatlik videolarni joylash juda qiyin ekan va buni ilojisi ham bo'lmasa kerak. Ayniqsa internet yomon ishlasa. Zenku Sudachi yoy stoykasidan foydalanamiz. Ya'ni yo'lbars stoykasi. Buni ham o'tgan darslarda, o'tgan mashg'ulotlarda qanday qilish kerakligi ko'rsatilgan. Hozir ham qisqacha ko'rsatib o'tiladi. Bu bilan qorin qismiga yo yuz qismiga yo ko'krak qismiga zarba berish yo oyoq qismiga zarba berish mashqlari bajariladi va shu Zenku Sudachi yo'y bilan shu zarbalar juda ham kuchli chiqadi. Har bir zarbalar 25 tadan 50 tagacha qilsa bo'ladi. Karate mashg'ulotlarida fitnesschilar foydalanadigan, qo'lga ishlanadigan tosh ko'tarish mashqini bajaramiz. Mashg'ulotlar davomida ikkita podxod boshlanishiga, keyinchalik 3 ta 4 taga ham chiqarsa bo'ladi. Bitta podxodda 20 ta qilish kerak. Ham bitta narsaga ahamiyat beramiz. Ko'targan payti nafasni chiqarib tashlash kerak. Mashg'ulotlar davomida 1 stakan iliq bo'lgan suvni ichsa bo'ladi. 1 stakan suvni shu bo'lib ichsa bo'ladi. Mashg'ulotlar davomida 1 soat shug'ullanasizmi, 40 daqiqa shug'ullanasizmi? Suv sovuq yo issiq bo'lmasligi kerak. Iliq suv bo'lishi kerak. Ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak, ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Karate bu yaponcha so'z bo'lib, ya'ni bo'sh qo'l degan ma'noni beradi. Ya'ni qo'lida hech narsa bo'lmagan, hech narsa bilan qurollanmagan degan ma'noni beradi. Ruschasiga pustoy ruki deb aytiladi ma'nosi. Mashg'ulotlardan keyin nafas olib chiqarish bilan mashg'ulotni yakunlaymiz. Kamida 5 daqiqa sukunatni eshitishni mashq qildiramiz. Sukunatni eshitish uchun nafas olish va nafas chiqarayotganingizga quloq solasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ozgina bo'lsa-da sizga foydali mashqlarni ko'rsatgan bo'lsam, men bundan juda xursandman.